Hyundai Santa Fe'miz 100 ming probeg yurdi. Aynan hadovoyda 22 ta detallari almashdi. Sizlar bu videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, nimalar almashganini aytib o'taman. Okay, siz yuraychani qisartirib turing. Men endi boshlayman. Bu mashinamizga voydo degan sanli bloklari. Sharoy nakina ishtitiyaga kalotka, okay. Eng qizig'ini aytaymi? Bunga rostakasi bor-u, noodatiy amortizatorlarni qo'ydik, kemada yurdi. Okay, bilaman. Siz shunaqa katta mashina haydaysiz, lekin hadovoydan rosa qiynaldingiz. Siz bizga murojaat qiling. Men shaxsan o'zim olib qolib, shunaqa holatga keltirib, sizga topshiraman. Yoqmasa pulingizni olmayman. Okay, kimga aloqaga chiqishni bilasiz-ku? Shu 94lik 005 400. Aloqaga chiqing, men o'zim olaman. Bu mashinamizga nechta pul ketdi deb o'ylaysizlar? Sizlar kommentariyaga yozib qoldiringlar.